Bu joy O'zbekistonda joylashgan desam, ko'pchilik ishonmaydi. Lokatsiyani video oxirida aytaman. Biz Camping Uzbekistan jamoasi bilan har yilgi an'anaga ko'ra tabiat qo'ynida iftorlik qilishga bordik. Ertamandan Toshkentdan ko'tarinki kayfiyatda yo'lga chiqdik va yetib borgach atrof muhitdan zavq olishni boshladik. Osmon bilan suv birlashib ketgan. Toza havo O'zbekiston emas, chet el atmosferasini beradi. Juda ham chiroyli manzara. Xullas, aylanib rasmlarga tushgunimizgacha organizatorlar iftorlikka tayyorgarlik boshlab yuborishibdi. Bunaqa iftorlikka bir marta bo'lsa ham borib ko'rishingiz kerak. O'zgacha muhit va zavq beradi. Gulxan atrofida isinib, yangi do'stlar orttirib, qornimizni to'ygazib, kechga Toshkentga qaytdik. Juda ham esda qolarli dam olish bo'ldi o'zi ham. Bu joyga o'zingiz borsangiz, yo'lida ozgina qiynalib qolasiz. Shuning uchun Camping Uzbekistan bilan borishni tavsiya qilaman. Qulay transport, gid va fotosessiya xizmati hamda tashkiliy ishlarni ular bajaradi. Siz esa shunchaki borib dam olib kelasiz. Bu videoni shu joyda birgalikda iftorlik qilishingiz kerak bo'lgan do'stingizga jo'natib qo'ying. Bu joyning nomi esa Aytarko'l yoki Pistoletoq deb ham atashadi. Lokatsiyasi esa Jizzaxda joylashgan. Aytgancha menga obuna bo'lib qo'ying, sayohat qilishni sevdiraman.